qaytadan bu sohaga kirmasdim. Chunki restoran sohasi, oshxona sohasi o'ta og'ir soha. Ishchi kuchiga juda qattiq bog'liq soha. Ya'ni ishchi kuchiga bog'liq degani ishchi kuchini sifati o'ta muhim. Siz servisni sifatini ishlab turish uchun ishchilaringizni doimiy trening qilishingiz kerak, bir standartda ishlab turishingiz kerak. Lekin bu sohada nisbatan o'quv ko'rmagan, boshqa joyda ish topolmagan yoki yosh yigit ofitsiant bo'lib uyiga yordam berishga harakat qiladigan bolalar. Bular o'qishga kirib ketadi. Yo boshqa joyga ketadi. Doimiy mana bu turnover deydi. Ishchilar kelib ketishi juda ko'p. Buni oqibatida siz qilgan treningingiz foyda bermaydi. Ya'ni odam almashavergandan keyin sifatni, xizmatni standartini ushlab turish juda qiyin. Lekin mijozlar juda talabchan bo'lib qolgan. Mijozlar chidamaydi unga. Bu shuning uchun ham bu soha oson emas soha. Agar menda yana bir shunaqa imkoniyat bo'lganda, oldinda uni qilayin, buni qilayin. Men misol uchun restoran, kafe sohasiga kirmagan bo'lardim.